Assalomu alaykum hammaga. Uzr, ovozimga e'tibor qilmaysizlar. To'g'risi grippman. Bir ayolgina yozib qoldiribdilar. Apa, erim shunday, e'tibor qilmaydilar menga. Pul bermaydilar, kasal bo'lsam dorilarim olib bermaydilar. Yaxshimisan? Joning og'riyaptimi demaydilar. E'tiborda emasman, lekin yaxshi ko'radilar. Nikohda nima deb qasam ichasizlar? Erkaklar nikohda yaxshi kunida ham, yomon kunida ham, sog'ida ham, kasalida ham yonida bo'laman deb qasam ichasizlar. Yaxshimi? Har doim yonida bo'laman deb qasam ichasizlar. Nima uchun kasal xotin kerak emasmi? Ayasinikiga jo'natib yuborasizlar. Bor davolanib kel, ayenikida yaxshi bo'lib kel deysizlar. Ota-ona долженmi? Sizlarga qizini yaxshi qilib, madava qizim bemalol ishlatsang bo'ladi, har taraflama o'yna deyishga долженmi? Eplolmaykansan, xotinni bajara olmaykansan. Nima uchun olyapsan? Bala qilishgami, naslgami? Naslga bo'layotgansa ichki kuyov bo'lib bor. Prosta tak ichki kuyov bo'lib bor. Nahoy qilasan, qo'pol bo'lsa ham. Nima kerak? Anaqa bechoragina qizni umrini zavol qilib, to'ydan olam va'dalar berib, boy osmonda o'yda olib beraman, baxtli qilaman, ikkita shikalatcha bilan allab, ha? Keyin boya qiz men baxtli bo'laman, hayotim boshqacha bo'ladi. To'day-sudayda 1 yil asal oyda keyin o'zi gazcha. Bo'g'oz bo'lar, kasal bo'lar, ayasinikiga bo'g'oz bo'lar, kasal bo'lar, ayasinikiga qoni kamayib, sen o'zi uyingda kasal eding, kasalmand bo'lib kelgansan deydi. Men sizlar araz eplolmaykansan, kasalmand bo'lgan ekan, to'ydan aytmagan ekansan kasalmandligini, nima qilayding o'ylanib, Shu bitta qiz mahalladagi yaxshi qizni yaxshi ekan deb sovchi qo'yadi. Keyin yaxshi qizni topasizlar-da, keyin sovchi bo'lib borasizlar. Qizingizni qulchilikka so'rab keldim. Haqiqatan ham qul bo'ladi. 190% shahvol. 190%. Shu yerda bitta pichoq bor, shuni ham oling, uyga olib ketamiz. Sizlar onalaringiz ham shundaymi? Lekin men ham oila qurganman, to'g'ri, hayotim bo'lgan meni ham. Lekin biror bor, ayinsan, tuzalsin, sen kasalsan degan narsa bo'lmagan. Xudoga shukr. Men uyga borib, ayamga borib davolanib kelmaganman. Lekin shunday bo'lgan. Mana hozir bor yaxshi bo'lib kel, onang davolansin. Nima qilmaydi? Kasalmisan, yaxshi bo'lib ketasan. Necha stress deb turadigan odamlar. Bir kun o'lsa, ikkita bola yetim bo'ladi, 3ta bola yetim bo'ladi. Sen borasan, bitta qiz bilan olasan. Keyin mazza qilib davolanib surib yashaysan. Singlim, yashamang unday odam bilan. Yo, kallasini shunday uring, aqli kirsin. Kirmayotgan bo'lsa yashamang. Tamom, shunday qilgan bo'laydi.